Vazirlik yolg'onchimi yoki mas'ullar mas'uliyatsiz? So'nggi paytlarda stipendiya masalasi talabalarning sabr kosasini to'ldirgan. Birinchi bosqich talabalarni-ku tushunsa bo'ladi. Ularda hali bank kartasi ochilmagan yoki boshqa texnik sabablar bilan stipendiya kechiktirilyapti desak, yuqori kurslarga sentyabr oyi stipendiyasining 20-oktyabrgacha to'lanmagani kechirimli holat emas. 9-oktyabr kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rasmiy sahifasida e'lon qilingan bayonotda barcha oliy ta'lim muassasalarining yuqori kurs talabalariga stipendiyalar to'lab berilgani, hafta oxirigacha bu mavzu to'liq yopilishi haqida aytilgandi. Ammo Avlod media jamoasining o'rganishlari bu bayonot haqiqatga to'liq mos emasligini ko'rsatdi. So'z isboti bilan degandik, o'tkazilgan so'rovnomalar va murojaatlar natijasiga ko'ra Namangan davlat universiteti, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Jizzax davlat pedagogika universiteti hamda Samarqand davlat universitetining ko'plab yuqori bosqich talabalari asosan stipendiyali kontrakt asosida ta'lim olayotgan yoshlar hali ham stipendiya olmagan. Demak, vazirlik aytgani bilan real holat orasida katta farq bor. To'g'ri, hozir ko'plab oliy ta'lim muassasalari o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tgan. Kechikishlar byudjet yoki texnik sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo bu holat ruxsat etilgan yolg'on axborot berish uchun asos bo'la olmaydi. Agar topshiriq berilgan bo'lsa, nega ijro qilinmadi? Agar bajarilmagan bo'lsa, nega yolg'on axborot tarqatildi? Natijada yana talaba aziyat chekmoqda. Shunday ekan, savol o'rinliligicha qolaveradi. Vazirlik yolg'onchimi yoki mas'ullar mas'uliyatsiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.